reality loyihamiz uchun nomzod bilan suhbatdamiz. 30 kun ichida Instagramini nurdan o'zgartirishga tayyorman. Shuni bilamiz. O'zingizni tanishtiring, nima ish qilasiz? Men ismim Muzaffarbek Safarov va men psixologman. Hozir Instagramingizdan qoniqasizmi, Muzaffar? Yo'q. Nima sabab? Endi bizning auditoriyamiz YouTube va Telegram kanalida, Instagramda faol emasmiz. Instagramda blogingiz yo'q. Yo'q. Bunga eng katta muammo nima? Bunga eng katta muammo o'sha Instagramga nima desa bo'ladi, qanaqadir Instagramga qiziqish ham bo'lmagan bizda, kimdir qanaqadir bir fikr bildirmagan. Faqat shu YouTube'da, Telegramda o'zimizning kanalimiz bor, shunda ish faoliyat yuritamiz. Bunda qanaqadir qiziqish bo'lmagan, Instagramga video qilish, bir narsalar qilish bo'lmagan. Bizni odamlar nimaga tanimaydi deb o'ylaysiz? Menimcha shu Instagramda faol bo'lmaganimiz uchun deb o'ylayman. Agar 30 kunda odamlar sizni tanisa, hayotingizda nimalar o'zgaradi? Hayotimizda juda ko'p narsa o'zgarish bo'lishi mumkin. Katta o'zgarishlar bo'ladi. Misol bizni xalq taniydi, ko'pchilik inson taniydi va shu bilan birgalikda ko'pchilik inson o'ziga kerakli bilimlarni bizdan olishi mumkin. O'sha nevroz, qo'rquv, vahima, ya'ni xavotirda yurgan insonlar o'ziga kerakli bilim, ko'nikmalarni olishligi mumkin bo'ladi. Nega aynan sizni tanlashim kerak? Endi meni tanlashingizdan maqsad chunki boshqa mutaxassislardan o'zaro meni farqim shundaki, men hech qanaqa dori-ukollarsiz ishlayman. Endi ko'pchilik mutaxassislar qanaqadir tabletkalar bilan ishlashligi mumkin, ya'ni kimdirlar bolnitsaga yotib o'sha nevroz insonlarni davolashligi mumkin bo'ladi. Yo'q, meni yo'nalishim ham boshqacha va har bitta inson bilan ishlaganimda o'sha bitta konsultatsiyada konkret albatta o'sha insonga tuzalib ketishiga yordam bera olaman. 30 kun davomida intizomga tayyormisiz? Albatta tayyormiz. Har kuni kontent chiqarishga tayyormisiz? Ha, albatta. Tanqidga chiday olasizmi? Endi albatta chiday olamiz, chunki har bitta sohaga kirib kelishingizda, misol san'at sohasi bo'ladimi, boshqami, hammasida negativ bo'ladi, tanqid bo'ladi, kimdir negativ bo'lishi mumkin. Bu narsaga biz albatta o'rganganmiz. Va bu narsani men juda to'g'ri qabul qilaman va negativlarga e'tibor bermayman. Bo'ldi. Reality kuzatib boring, bizni kuzatishda davom qiling.